Uyimizga mehmon kelgan vaqtida etishimizdek mos keladigan manodek o'xshagan yalang ismni etish so'nlab keldim. Unda bo'lsa buni qanday etdimki, ma film seyretmay oxirigacha ko'ringlar. Oldi bilan tayyorlab olgan kal go'shtni filmda ko'rsatganda qiyma qilib tayyor qilib olamiz. Undan tayyorlab olgan go'shtning suyini yaxshi bir siqib olgandan keyin qiymani ustiga qo'yib olamiz. Undan birdan tuxum, muvofiq miqdorda tuz, qarmush sir sevib olgandan keyin yaxshi bir aralashtirib tayyor qilib olamiz. Undan tayyorlab olgan jimbilni yaxshi bir maylab olgandan keyin bayatdan tayyor qilib olgan qiymini qo'limiz o'yintib turib yumloqlab tayyor qilib olamiz. Yalang ismni filmda ko'rsatganda yumloqlab tayyor qilib olgandan keyin ko'rimizga silib 40 minut dumlab pishirib olamiz. Yalang isp pishqicha bo'lgan arliqda biz mush yalang isp bilan biladiganga qo'rim qorib tayyorlab olamiz. Ketarlik saylarni o'zimizning yoqtirish bo'yicha tayyorlab olgandan keyin tayyorlab olgan saylarimizni to'g'rab tayyor qilib olamiz. Mushu cho'ntaqsizlik qo'rma, sovuq say, ichimlik, murabbo adnishli tomoq darsigimizga haqsiz qatnashqisi bog'la ekran ustiga yozib qo'ygan PM 216 212 degan undan qo'shma balolar qilasanglar bo'ldi. Har xil cho'ntaqsizlik qo'rma, sovuq saylardan qilish so'nlik qo'yamiz. Ketarlik saylarni to'g'rab tayyorlab olgandan keyin qizimizga may qo'yib meyimiz qizg'an vaqtida bir qo'shiq atrofida shakar sap shakarni eritib olamiz. Shakar erib seriq ko'pik chiqqan vaqtida tayyor qilib olgan go'shtni sap qo'rib olamiz. Go'shtni qo'rgan vaqtimizda go'shtning ta'midan tamlik chiqish uchun bir qo'shiq atrofida tuz sap qo'rib olamiz. Go'shtni qizartib yaxshi bir qo'rib olgandan keyin tayyor qilib olgan so'm piyozni sap qo'raymiz. So'm piyozni qo'rib mezlik puruq chiqqan chog'da tayyorlab olgan sho'xilni sap sho'xilning suvi chiqib izligicha yaxshi bir qo'rib tayyorlab olamiz. Undan tayyorlab olgan tetutqu bilan lazjandan muvofiq miqdorda sap qo'rib olamiz. Bugun men ishlatganim cho'nstamniki qurdoq tetutqusi. Tetutquni sap yaxshi bir qo'rib olgandan keyin tayyor qilib olgan qunaqni sap qo'rib olamiz. Qunaqni sap yaxshi bir qo'rib olgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv quyib 20 minut atrofida qaynatib tayyor qilib olamiz. Vaqt to'shqan chog'da tayyor qilib olgan yong'yo bilan xunshon sap yana 8 minut atrofida qaynatib yong'yo bilan xunshon pishirib tayyor qilib olamiz. Eng oxirida tayyor qilib olgan laz bilan samsaxlansab yaxshi bir aralashtirib etgandan keyin bizning qo'rimsayimiz tayyor bo'ldi. Unda bo'lsa sizlarmi mushnondek o'xshagan yalang isitning etish so'nligini oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar uyinglarda bir qatim etib sinab yaqinlar beklamay yeyishlik bo'ldik-a.